Assalomu alaykum, Hormayli ustakalar. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Uy ancha chiroyli bo'lib qopti-yu. Yaxshi bo'ldimi? Birinchi? Yo, xona hammami? Men koridor kirib kelganda. Zo'rmi? Aka shu yerdan ketmabdilar qurilish tepasidan, hozir ustalar aytishyapti. Qaranglar, o'rtalar devorini o'zi ko'tarilganiga juda xursandman. Xolisi. Zo'r bo'ladi. Eski uyingizni holatini eslaysizmi? Eski uyingizni to'kilib ketgan holatini eslaysizmi? Endi bucha zo'r-a? Xudo xolasa bitsa bundan ham zo'r bo'ladi. Hali bu yoqlarni shpekulovkalarini qilib, tashqi vidlarni qilsa yana ham zo'r bo'ladi. Hamma narsani eng zo'rini ishlatishga harakat qilyapmiz. Mana shu mahalladagi eng zo'r uy sizniki bo'ladi. Xudo xolasa. Hammanglar qo'lingizdan kelganicha, imkoniyatingiz yetganicha ehson qilib, mana shu videoni hammaga tarqatib, iloji boricha maksimalni bizga yordam berib, tezroq mana shu akaning uylarini bitirib, o'zlariga topshiramiz va duolarini olamiz.